Hammaga salom bola. Bugun bizlar animatroniklarni izlaydigan bo'lamiz. Prosto video uchun ovozini ko'tarib qo'ygan edim-da, hopmi. Biror olamga bo'lsam mumkin. O'tgan safar men o'sha yerda bir papetni ko'rgan edim. U papet cappuccino papet ekan. 5 ko'yin. Xo'sh, bu yoqda qatnaq qilib o'tishga bilmay turganda hozir. Tung bonni kerak bizlarga shunda. Tung bonni qayerda? Bilmadim. Hozir boshqanga o'tib ketmayman. Короче, ko'rgandekman. Indeksda yozilib turibdi into wall deb. Ko'rgandekman. Mana mashitda emasmi? Yo'q, qayerda o'zi? Mayli, topganimda video boshlayman. Bola men mashitda o'tib bora turgan mashitda ekan. Railroad index to pass tugatdik. Azoblash OB'sini o'tgandan keyin boshlayman. Qarchi o'tdim. Mana mashitda edi, hozir spam bo'lib. Xo'sh, railroadlarni tugatdik. Limit o'tlari u. Chica Magic Rainbow. Ya bular faqat yo buni faqat nima deyapsizlar? La Grande Adventure. Bular menimcha eng kichkinalar bo'lsa kerak. On a tree. Daraxtda deb turibdi. Yo'q, qaysi daraxt ekan topolmayman. Yo'llagan qaysisida ekan topolmadim. Da orqamdan scout cottonni qo'yib olaydi. OG scout cotton. Yo, boshqa serverga kiraman. Adasti tripga kirmoqchi bo'ldim. Shu sababli Adasti tripga kirdim. U boyagi Fantasy FNAFda barcha serverda ko'p odam o'ynamayotgan ekan, shu sababli. Qarchi, hammaga tilayman. Mendan ham zo'r mashina bo'lsin boshqalarda deb tilasam. Hech kimda mashina yo'q shu. Faqatgina mening mashinam, chunki mening mashinamga hech kim o'tirishni xohlamayman emas. Endi prosto men o'yinga kirganda 99% odamlar da mashina bo'lmaydi-da. Misol uchun skini Robux bo'lgani bilan u nimasiz-ki? Mashina yo'q-da, shunaqa bo'lmishlar. Shunda bomjlar bilan men nimaga kirdim-da? Ko'zko'rlar bilan bom. Qarchi, nima qilding? Bu bacham ketdi. Serverga 4 odam bo'lib kirgandik, bitta bechora qolib ketdi. O nima?
Bora odam kamayib boryapti. Shunga yarasha boya o'zi bir 4 ta odamlar serverga o'yinga kirgan edik. Lekin shu bora bizlar nima bo'lib boryapmiz? Ajralib boryapmiz. Chunki bilmayman. Xos. Bilmem. Nimaga ekan? Mana mola o'tiribdi bir narsa qilib. Men bir kobra degan bu burilmaydi. Bu burilmaydi. Bo'ldi. Nima? Men kobra mashinani olmoqchiman. Ashloq ne deb oldim değil mi? Bittadan oldim. O boya yoniga borsam u havoda o'tiribdi. Shu sababdan u chiqib ketmoqchi bo'ldi. Bilan chiqib ketmadi. Men Cobra degan bitta mashina olmoqchiman, lekin men u mashinani olishim kerak. Cobra mashinani olish har bir mashinaning o'z bir qiynog'i bo'ladi. Da. Mana misol uchun yo'q, bo'lamas. Supra bunga qara. Yo, bola. Bu Suprani so'qib o'tirmaylar vaqtlarni keltirib, chunki agar vaqtlar keltirib so'qib o'tiradigan bo'lsa, bu ham vaqtni ketiradigan Supra, ham Robux'li Supra bo'lganini so'raysiz. Men shu uyda ham bir teknik mashina olsalar bo'ladi. Men shu bir boshqa bir teknik mashina olmoqchiman shu. Da. Shu Cobra mashinani olish uchun shu bir narsa qilib nimaga yetish kerak? Mana mashitdan ham boks fanini so'g'ib olsalar bo'ladi. Eshik ochmaydi boya, men ochaymiz edi. Xo'sh. Xo'p. Men Cobra mashinani olaman. Uning detallari yo'q. Prosta bir boya bir 700 metrdami bir uy, bir kichkina uy turibdi. O'shaning oldida bir zombilar. O'sha kichkina bir laboratoriyami, o'shaning ichiga kirasan, bir odam turib, talqni bosasizlar. Keyin 5500 mi 600 mi metrga borgandan so'ng esa sizlar o'sha yerda bir qancha oz aytaman. Yana bu o'yinni Jandalning yonidagi ana bir akvarium kiyib olgan bir do'st bor-ku, o'sha yaratgan bu o'yinni akvarium kiyib olgan bir bratchik yaratgan, ya'ni o'yinning avtorining ham nomi Jandal Stratrip deb turibdi. O'z o'yinga kirganlarda chetlarida mana shunaqa ikonka Jandal Bulgar deb turibdi. Mana shunaqa avtobusga kelasizlarda ichida kod turibdi. Qarchi sizlarga avtobusning ana haydaydigan yerining oldida mana shunaqa kitob, orqa bag'ancha yuk yerida mana shunaqa quti va mana shunaqa bir narsa bor. Bankaning ichida bitta narsa bor. O'sha 3 ta narsani olasizlar hozir, keyingisi. Qarchi boya yondagi Rip Snowman degangi ana 66 ana mana shu gas stationning naryoqdagi bir 66 degan bitta narsa bor. O'sha yerdan men unga bir Mazda Miata olib bergandim. Shunga u chiqib ketdi. Chiqib ketganing sababi u chiroqni bosdi-da, ukloket by zero nima shunaqa ukloket bir narsa zero dedi. Undan keyin u yo'q, o'sha yerda chiqib ketdi. Qarchi mana shu uy zo'rg'a deganda yetib keldim, hozir bosaman. Deliver.
Iron Cobra degan g'oz ko'rsataman. Mana shu Iron Cobra deyiladi, g'oz ko'ramiz. Qarchi, давай.